bo'ladi. Hop, keyingisi 13-masala bo'lyapti. 13-masalada demak nima? Birinchi adiabatik jarayon, keyin izobarik jarayon bo'lyapti. Mana shu jarayonda jami 20 kilojoul ish bajarilgan bo'lsa, 20 kilojoulmidi? Hop, shunday 20 kilojoul. 3 atomli gaz uchun birinchi va ikkinchi jarayonda bajarilgan ishlarni toping deyapti. Va qo'shimchasiga aytib o'tganki, dastlabki harorat qancha bo'lsa, jarayon oxiridagi harorat ham yana shuncha. Hop, demak 3 atomli ekanligini hisobga olamiz. Bu degani erkinlik darajasi 6 ga teng degani. Dastlabki va oxirgi harorat bir xil ekanligini hisobga olamiz. Bu degani bir safar ichki energiyasi qancha kamaysa, ikkinchi safar ichki energiya shunchaga ortgan degani. Mana e'tibor qilamiz. Gaz adiabatik ravishda kengaygan, adiabatik kengayadimi, boshqacha kengayadimi? Har qanday gaz kengayganda musbat ish bajarishi kerak. Endi agar gaz kengayib musbat ish bajargan bo'lsa, adiabatik jarayonda gaz tashqaridan issiqlik olmaydi. Tashqaridan hech narsa olmagan gaz nimani hisobiga ish bajaradi? O'zini albatta ichki energiyasi hisobiga ish bajaradi. Ichki energiyasi hisobiga ish bajarganligi uchun ham u soviydi, ya'ni energiyasini yo'qotadi. Mana siz ham oddiy, mana ko'chaga chiqib, hovliga chiqib bir ish qilsangiz, siz ham energiyangizni yo'qotasiz, charchaysiz, energiyangiz kamayadi. Ya'ni har qanday ish bajaruvchi ish bajarganda energiyasini yo'qotadi. Agar unga tashqaridan o'sha doimiy energiya kelib turmasa. Xuddi masalan, telefon agar doimiy zaryadkada tursa, uni ishlatganingiz bilan zaryad tugamaydi. Lekin zaryadkadan sug'urgandan keyin ishlatsangiz, endi ishlatgani sari uni zaryadi tugab boradi, ya'ni quvvati kamayadi. Shunaqa masala bo'lyapti. Xullas kalom, birinchi kengayishda ish bajarilgan, musbat ish bajarilgan, shuncha ichki energiya kamaygan. Ikkinchi izobarik jarayonda kengayganda esa albatta tashqaridan issiqlik olingani hisobiga o'sha issiqlik hisobiga ish bajaradi va bunda ham ichki energiyasi ortadi, ham ish bajaradi. Nimaga? Chunki u tashqaridan issiqlik olyapti, ya'ni bunda energiya manbaidan issiqlik kelyapti. Ikkinchi holatda demak, birinchi holatda qanchaga sovigan bo'lsa, ikkinchi holatda shunchaga isiganligi uchun uni o'sha ichki energiyalarning o'zgarishi bir xil bo'lib, temperaturalarning ham dastlabki oxirgi qiymatlari bir xil bo'lyapti. Endi delta U1 da mana minus delta U1 teng A1 deb yozdim. Bu izobarik, adiabatik jarayon uchun tenglama bilamiz, haligi delta U barobar minus A yoki minus delta U barobar A. Bu adiabatik jarayonda shunday. Q 0 ga tengligidan kelib chiqqan. Undan tashqari izobarik jarayonda delta U barobar I taqsim 2A degan formula ham bor. Mana delta U2 teng I taqsim 2 A2. Mana shu narsa ham bor. Endi bu yerda I ni o'rniga agar 6 qo'yadigan bo'lsam, 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 3A2 demak A1 ga teng bo'lib qolyapti. Endi A1 ni o'rniga 3A2 qo'ysam, A2 ga 3A2 bu 4A2 ni beradi. 4A2 umumiy ishga, ya'ni 20 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A2 ni topsak 5 bo'ladi. A2 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A1 ya'ni 3 A2 bu demak liga teng bo'ladi, 15 kilojoulga teng bo'ladi. Demak, nimadan foydalanib qarang. Adiabatik jarayon ekanligi uchun minus delta U ni A1 ga teng dedim. Va birinchi safar qanchaga sovigan bo'lsa, ikkinchi safar shunchaga isiganligi uchun minus delta U ni delta U2 ga teng dedim. Nima uchun delta U2 bilan minus delta U1 teng bo'lishi kerak? Chunki aytayapsiz-ku, birinchi safar ichki energiya qancha kamaygan bo'lsa, ikkinchi safar ichki energiya shuncha ortgan. Shuning uchun ham bir-biriga nima qilish kerak? Tenglash kerak. Mana shu yerdan bemalol javobni topsa bo'ladi.